Assalomu alaykum hammaga, Shohida pardalarini hurmatli kuzatuvchilari. Biza banihoyat bo'ldik, 7 qat choyni ilib, osib, taxlash ishlarini bitirib tugatdik. Xudo xolosa, xomut fasonimiz eng oxirgi fasonlardan biri bo'lgan xomut modeli. Ko'rib baqa mumkin. Bu yer o'g'il bolasining yotoqxonasi bo'ladi ekan. Dim chiroyli bo'lib chiqdi. Pardasi o'zlaridan yopdi. Bu tarafda bu yerda ayvonini ikki oynasini splashni etib parda tikdim. Bu yerda berjevi bilan izumrud svetdan uyg'unlashtirib sinorita fasonni tikib berdim. Ko'rib baqa mumkin. Tullari pano vishpili tulladan bo'ldi. Turetskiy variant bemalol yuvib ishlataveradilar, hech narsa bo'lmaydi materiallari. Bu tarafda skladkilari, yaqindan ko'rishingiz mumkin, qoshlari Swarovski qosh. Bu tarafda eshigi, berjevi setni o'zidan ishladik, однотонный etib. Skladkilar soldatdan terilib dana bo'lib turibdi. Sochoqlarimiz, ikki sochoqdan tikib berdim. Nom sifati zo'r. Mukammal darajada. Bu tarafda qizlarini yotoqxonasi ekan. Bu yerda rakushki fasonni tikib berdim ro'za svetda. Ko'rib baqa mumkin. Skladkilari. Sochoqini молочный makaron sochoqdan tikib berdim. Zarli makaron sochoq. Materiali jakart material bo'ldi. Tullarimiz oppoq vishpili tulladan bo'ldi. Aytakini gullari shiringina bo'ldi pardamiz. Qizlarina mos bo'ldi skladkilari. Kimdir rakushki deydi, kimdir kreml fasoni deydi. Ikki xil nomi bor. Eshikimiz skladkilari go'zal bo'ldi. Klientimiz ham yoqdi. Pardalar ko'ngildagidek bo'ldi. Bu tarafda dalonimiz. Dalonni korolevskiy fasonni tikib berdim. Siniy svetda zarli jakart materialidan tikdim. Sochoqlari Turetskiy variantdagi original sochoqlardan. Chiroyli. Tullari pano vishpili tulladan bo'ldi. Chiroyli nasib etsin, to'ylar bo'lsin uylarida. Bu tarafda darvozasi. Darvozasini ham korolevskiy fasonda tikib berdim. Chiroyli bo'lib turdi. Paketlarimiz ruchnoy работа, naqshlar takrorlanmas. Bu taraf bilan ikki tarafni bir xil etdik. Bu tarafda kuxnyasini kiprik parda tikib berdim. Turba karnizda. Yoz kunisi oynasini ochish uchun, qulay bo'lmoq uchun ikki tarafa ochib berdim portierlarini. O'rtasini tur qo'ymadik. Bu tarafda eshigi. Kuxnyasini fioletli svetda xohladilar. Shuning uchun fioletli svetda parda tikib berdim. Kadife materialdan vishpili. Chiroyli. Kiprik parda. Bu tarafda zal joyi ham korolevskiy fasonda bo'lishini xohladilar. Mijozimizni o'zi tanlab berdi fasonlarni. Materialimiz zarli jakart materialidan bo'ldi. Sochoqlarimiz makaron sochoq, ustida jimchiq onchiqlardan. Pullarimiz Turetskiy variant Swarovski toshli tulladan bo'ldi. Qura etakida vishpkisi va yuqori однотонный tulimiz. Bir-biri bilan uyg'unlashib chiroyli bo'lib turdi. Bu tarafda eshigimiz. Bu yerdan bagetini ruchnoy работа etdik. Naqshlari hali xudo xolosa berali endi ko'chib keladi ekanlar. O'zlari Moskvada uy ichi bilan shu anda Moskvada o'tirgan yerimda pardalarni, fasonlarni tanlab, zakaz etib tikdirdi Elmira opam. Xudo xohlasa Elmira opam o'zini ham yapti. Ko'ngildagidek bo'lib chiqdi. Xudo xohlasa endi uyda to'ylar bo'lsin, nasib etsin to'zdirmoq. Yaxshi kunlarda xizmat etsin.
Berimizam endi yotoqxona bo'ladi ekan. Bera turba karniz etdik. 2 qatorlatib. Kimda shunday katta ob'yomli zakazlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar, qabul etaveraman. Yerda endi 7 kat joyimiz bo'ldi. Xudo xohlasa hammasini topshirdik. Yordamchilarim bilan birga hammasini taxlab, osib berdik. Allohning amri bilan.